avvalambor kreditga hech qachon ishlasa olmanglar. Mashina bo'ladimi, mikroqarz bo'ladimi, avtokredit, yana ipoteka kredit, umuman narsa olsang maslahat bermayman. Nega deganda, har doim so'movoy olasizmi, valyutni olasizmi, beradigan pulingizda 2,5 dollar puli havoga ketadi. Havoga! Dup etadi, uchadi, ketadi. Aytib qo'yibman. Bu birinchi maslahatim. Ikkinchi maslahatim, akalar, har doim nimaiki olaman desangiz, agar qo'shimcha daromadingiz bo'lsa, to'lashga imkoniyatingiz bo'lsa olinglar. Endi yana bitta gapda, akalar, kimdir uyini garovga qo'yib mashina olib ketyapti, kimdir mashinasini garovga qo'yib yana bitta mashina olib ketyapti. Ayrim bizani orqamizdan hayt pishayotgan akalar, sizlarga Alloh o'zi insof bersin. Haligi birovda qiyin vaziyatdan foydalanib turib video qilib prosmotr uchun syomka qilayotgan akalarimiz, sizlarga Alloh insof bersin deyman. Men yomonlik tilamayman. Omadinglarni bersin. Agar shu bizni vaziyatimizdan foydalanib, qanaqadir prosmotr olib, mashina sotib yoki nimadir daromad qilgan bo'lsalaring, sizlarga Alloh insof berib, omadinglarni bersin. Oldin ham aytganman, hozir ham aytaman va keyin ham aytaman. 8,5% valyut deyapti, nima deyapti? Gapim so'z isboti bilan. Bankdagi qolgan 10,000 dollar asosiy qarzingizga 1 yilga 850 dollar qo'shiladi. 10,000 dollarga? Bankdagi qolgan 10,000 dollarga 850 dollar qo'shib berasiz 1 yilga. Bu degani oyiga 60-70 dollarlardan aylanadi. 3,800, 3,900, 3,700, 3,600 emas. Ayrimlarga o'xshab 4,900, 4,800 ham kerak emas jigarlar. Boshlang'ich 3,5 dollar ham emas, 3,400 dollar ham emas. Bo'lsa xalqimizga bo'lsin. 3,350 ham kerak emas. Bo'lsin aksiya. 5 kunga aksiya. 3,300 dollar boshlang'ich to'lov bilan oylik to'lovini 3,550 ming. Nima deyapti? Olmasinlar. Bo'l, negativ yozadiganlar, gapiradiganlar olmaylar. Iltimos qilaman, olmaylar. Oladiganlar o'zi oladi. Har doim aytganman, bizni bilgan biladi. Bilmagan yana o'zi biladi. Kiysangiz ham qovushimni, yana qila olmaysiz yurishimni aytib qo'yayapman. Har doimgidek o'sha gaplari. Kiyishi mumkin qovushimni, lekin yurishimni qilisha olmaydi. Necha yildan beri aka shu taksfoyda beryapsiz? Tak, taksfoyda qilayotganimga где-то 2 yil bo'lib qoldi. 2 yil bo'ldi. Mana kim chiqqan? Avto bo'yicha bormi? Chiqib gapirib 8,5% qilib beraman. Bu yerda. To'g'ri shu. Mana o'zingiz guvohsiz-ku, to'g'rimi? Faqat gapirishadi. Biz qilmaymiz ham, kerak emas. Akalar, har bir inson qo'lidan kelganini qilsa. Kimdir 5 kilo yuk ko'tara oladi, kimdir 10 kilo, kimdir shtankistlar bor 200 kilo yuk ko'taradi. Zo'rligini tan olish kerak xolos. Hammaga emas-da endi. Bu do'stlar hozircha akamiz. Qani bo'lsa chiqinglar. Yo'q, men bir narsa o'zim chiqarib beraman. Mana Kamoliddin o'zi chiqaradi. Abdush aytayapman, bir narsaki prezidentimiz aytganlar, raqobat bor joyda o'sish bo'ladi. Men xohlayman 7% dan qilib bersinlar, 6% dan kimdadir chiqsa. To'g'rimi? Xalq mazza qilsin. Bo'lsa, xalqqa bo'lsin. 8,5% avtokredit nima deyapti akalar? Endi men akalarim uzoqqa bormanglar, o'zimga kelinglar, so'mni olmoqchimisizlar? O'sha 5 million 200 dan ham qilib beraman. So'movoyim bor. 5 million 200 mingdan olasizlarmi so'mda? 5 milliondan qilib beraman. 4 million 950, 4 million 900. So'mda 3 million 350 ga chiqadiganlari bor. Bor. Boshlang'ich ayrim joylarga o'xshab 5,5 ming, 6 ming dollar, 7 ming dollar to'laysizlar. Undan ko'ra shu 7 ming pullaring bo'lsa, bozorga borib, o'sha 7 ming dollarlik mashina oling. Kreditga olmanglar iloji. To'g'ri aytmayapmanmi? O'sha 7 mingga eski tushki bo'lsa ham qabul olinglar, kredit bo'lmas. Qarzi bo'lmas. Akalar, naqdi asal, nasiyasi kasal. Ogohlantirib qo'ying. Lekin aytaman, yana va yana. Eng arzoni faqat Premier Avtocity'da. Bizlardan arzoni yo'q, akalar. Любой joyga borib ko'ring, eng arzoni bizda.